Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan F-Spar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda ko'rib turganingizdek Desert o'yini sinab o'tamiz akalar. 20 yoshda ekan, 81 bo'y ekan. Короче, videoni boshlashimizdan oldin akalar like va obunani bosib qo'yinglar va boshladik. Qaranglar, men bunda o'yin o'ynab qo'ydim. Secret match 11 ta o'yin o'ynab qo'yibman. 6 ta gol urib qo'ydi. Blitzda urdi 6 tasini ham. Oldin aytib qo'y, Blitzda urdi 6 tasini. Spotim yo'q to'g'ri, lekin men o'zim ko'rdim buni. 3 ta peredacha tashadi. Kimga desang Ronaldoga. Ronaldoga cho'tki paslar tashib qo'ydi. Boshqaning oyog'im zo'r o'ynar ekan. Smeshini flanga APZda o'ynab beradi. APZ bilan pirinida o'naqaga pirini nima kerak? George Bestga o'xshab chiqarib qo'ydi. Mayli bo'laveradi, lekin men tepada ko'rsatganimdek kuchaytirsalar, mana shunaqa o'ynaydi. Mana 90 driblinglari 90 zonada, hammasi mana realizatsiya 91 bo'ladi. Keyin 87 pat kurtka bo'ladi. Keyin 91 tezliklari bo'ladi va siludarlari ham 89 ga aylanadi akalar. Shunaqa qilib kuchaytirsanglar, normal o'ynaydi. Keyin bunga дополнительный skilllar keladigan bo'lsa, double touch qo'shasizlar, elastiko, boyoviy duh va rising shot qo'shib qo'yasizlar. Keyin udar 5 patrab o'tgan ham esdan chiqarmanglar. Va hozir bunda onlaynda match o'tkazamiz va raqib topilgan joydan boshlanadi akalar. Let's go. Sen qoning ichaman hozir raqib. Qoning ichib yuboraman sen bolalar like bosgan bo'lsa bor, yorib yuboraman hozir. Ko'rasizlar, ko'rdim demayman, bari o'zi o'ynaydi, mana o'zi o'ynaydi. Men o'ynayman. Blitz o'zi tep gol tashlayveradi. Albatta hazil akalar, hozir o'ynashga aniq qilamiz. Harakat qilib yutishga harakat qilamiz va sizlar like bosib qo'ygan bo'lsanglar, vashshe yorib yuboramiz. Короче, dueni ko'rib chiqamiz, ko'rdik ham. Keyin gollarni ko'rdinglar, 6 ta gol, hammasi Blitzda gol urilgan. Va bu yerda raqibni taktikasi va normal taktika menimcha, ana xishi qing'ir taktikalar qiladi. Bir xillar bilasizlarmi, o'shanaqa taktika emasda, bittasi ketgan, inasiga qarab, bittasi to'lib ketgan, bittasi o'sha Toshkent taraflarga qarab ketgan. O'shani normal taktika qilsanglar, unaqa taktika qilmanglar akalar. Bo'lmaydi. 4-4-2 masalan, 4-2-3-1, 4-3-3 shunaqa sxemalar normal. Menimcha, agar ikkita himoyalar, ikkita qanot himoyalarda ham mana bunaqa attacking bo'lsa, mana bu yerga individual ukazaniy igrokimga kirib, mana bunaqa aksent naborini tanlab qo'ysalar bo'ladi mana. Tanlab qo'yganman, o'shanaqa qilib hech bo'lmasa bittasini qaytarib qo'yib qo'ysalar ham bo'ladi. Shunaqa qilib go garach yoz, yorib yuboraman. Raqibda ham vashshe bor. Yutqazib qo'ydingiz-ku demaylar-ki oxirida. Hazil bu. Ko'rdim demayman, nima deyapsizlar? Вообще. Shevchenko hozir paslar tashiyman, duoda Shevchenko bitta, ikkita, uchta, qarang, 4 ta gol uraman. Nima deyapsiz? 4 ta. Shunaqa gol urishga harakat qilamiz endi, ko'ramiz. Duvoy qani o'yinni qora ekranlarda boshlab boryapti. Like bosgan holda boshlaymiz akalar. Duvoy. Tak. Ketdi, qani Xabi Alonso, sekin Roberto Carlosga paslashni zo'mat o'sha duoga pas, duoda nesa bu yoqqa og'ir mana. Bunda bu yoqqa qaytaramiz. Ronaldodan duoga pas. Duoda nesa birinchi Blitz. Voy. Do'y pas berib ketdi, vaqt pas bera olmadi. Hop, bu tarafga qaytaray ekanni berib, mayda millat. Ikkalang qaytarchi bo'lsa. Yomon. U Ronaldoga pas bo'ldi, hozir o'xshamadi lekin. Hop, raqib qattiq akalar. Birinchi diviziondan chunki. Ronaldodan pas, qanaqa pas? Yana Ronaldo, Messi, yana Messi. Nima dedim men raqibchi? Vashik dedim men. Hazlashyapman, Endi raqibga hurmat saqlagan holda, bu hazil hammasi. Ronaldo kallada yutib qo'yadi, ko'ryapsiz, Cannavaro pastashiydi. Haji Diovga pastashiydi. Haji Diov esa, men Mbappe esa qanday Ferdinand, nima qildi hozir bu yerda Ferdinand? Qanaqa seyf qildi Ferdinand akalar? Faqat Varatash seyf qilmaydi bu yerda. Zashniklar ham seyf qiladi. Hop, qani hozir raqibdan ikkinchi hujum. Hop, bizda esa Peter Schmeichel qaytaradi akalar. Qanaqa seyf bo'ldi bu?
Agar Shmeyxel o'tkazib yuborganda gol bo'lardi akalar. Men sizlarga javob beraman. Voy mana o'tib ketadi Neymar Prime, Neymar is Prime. Ankara Messiga qarshi edi, yo'q, o'xshamay qoldi. Neymar Prime'dan yana pas o'xshamadi va Kellini bu yerda qaytarib qo'ydi. Va esa Shevchenkodan juda ham qiyshiq bo'lgan zarbalar va yana Xabi Alonsodan qiyshiq zarbalar, yana Kellini va Due akalar, Duay. PSJning hozirdagi eng zo'r futbolchilaridan bittasi Due akalar. Lekin Blitz tepganni endi ko'rmaganman lekin hayotda akalar. Blitz hali urmagan-ku. Nega Blitz chiqardi ekan? Prosta biz maza qilishimiz uchun chiqardi o'xshaydi. O mana bunday pastashimiz va to'xtatishda ham yirtvoramiz-da, keyin esa Ronaldoga yana qaytargan holda yo'q, o'xshamadi akalar. Duega pastashimiz, sekingina bunday indamaygina holatda tashimoqchi edik, lekin o'xshamadi. Xabi Alonso esa bu yerda bunday qilib turib pastashiydi, o'xshamadi u ham. Hop, Messi nima qilyapti bu yerda o'zi ham bilmaydi akalar. Men nima qilyapman degan savollardan beradi hozir. El Hajidiyo, Frank Ribery chiqib qo'ydi akalar. Xabi Messini qara. Ey, joyingga qaytmaysanmi sen? Messi, nima qilyapsan bu yerda? Ey, sossi. Bappe. Ey, Bappe. Ey, adam cho'chib unaqa, ey. Yaxshi mana ketyapti akalar. Duedan qanaqa pas. Hozir Ronaldoga tepadan pastashimiz. Va Ronaldo esa kallada gol uradi. Kallada urmadi, to'g'ri, oyoqda urdi, lekin Duen o'ynatyapsiz deyotgan masalaning to'g'ri o'ynata olmayapman. Nima qilaman? Blitzga bermayapti raqib. Lekin 2-0 ga yutyapti. Bo'laveradi akalar, qani ko'ramiz. Muhimi g'alaba akalar. Muhimi sizlar bilan diydor ko'rishingiz. Yaqa. Hop, mana bu. O'xshamadi. Pedri. Ferdi. Ay, qaytar. Yaxshi. Ronaldo. Xabi, nima qilyapsan? Qaytar, yaxshi. Xabi o'tkaza olmaydi pastdagilar, oldindan aytib qo'ying, nega desalaring, uni pat kurtkasi pas. Mana ketdi akalar. Pastash olmagan holatda ketdi. Mana buni pas deydi. Duedan pas akalar. Duedan pas bo'ladi, o'xshamadi-da. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Hozir endi ikkinchi taymda hozir yana 2 taym Dueda blitz qilishga yana harakat qilib turamiz. O'xshamasa Короче, mana ikkinchi taymga hozir bosib, вообще yororishing, ferrosini chiqaramiz raqibni va bu yerda hozir mana raqib boshlab berdi o'yinni. Cannavaro olib qo'ydi. Cannavaroni aytmoqchi, aporni tushirsalar juda ham zo'r o'ynab beradi. Va bu yerda pas o'xshamay qoldi-da, Roberto Carlosga tashashinglar kerak edi bu yerda. Neymar Prime, Zanetti Prime. Zanetti. Schmeichel. Manchester United. Ha! Buyoqqa. Opanya. Yana Opanya. Due. Qansan, ey, Due. Due ochilmaysanmi? Due. Dueni qidirib o'tib ketdi. Qani Due akalar? Bu yoqda ekan. Mana Due. Mana voy, o'xshamadi. Blitz tepmoqchi edik, o'xshamadi akalar. Hop, hozir Dueni qidirishga harakat qilamiz va Pedri bu yerda to'sib qo'ydi. Xabi Alonsoni to'sdi, Duen emas. Duega tashlagan barib yopib qo'yardi. Pas. Yaxshi, davay. Raqib, davay. Men sen tarafdaman, davay. Neymar nima qilding hozir? Bu yoqqa. Qaytar. Duen, nima qilyapsan, ukam? Duen mendan kichkinasan, bilaman. Bu yoqqa qaytar, yaxshi. Peter Schmeichel hozir yaxshi turibdi. Endi 107 bo'lgandan keyin zo'r turibdi. Duen, davay. O'la. Qaytar. Ey, chiqardi akalar, gol. Golda bu nima bo'ladi? Ferdinand degan bir moldan tarqagan bir zashniklar bor, zo'r o'ynaydi orada esa chiqaradi. Mana raqib o'sha sekinroq comebackka tayyorlanyapti akalar. Va biz ham Ovenni tushiramiz. Oven kim deyotgan bo'lsa, Manchester Unitedning eski futbolchilaridan bittasi. Va yana kimni tushiramiz deydigan bo'lsalaring, bo'ldi, hozircha hech kim.
bitta o'yin yetib turibdi bizga. Yetib turadi. Hozir o'yinda super zamena, super sap degan anaqasi bor. Skilli bor, naviki bor. Shu navikini ishlatishga harakat qilamiz. Ikkinchidan boshda qo'yish kerak edi. U navikda lekin o'xshamashi ham mumkin hozir. Mana o'zi ketyapti. Mana batsuta qo'yibdi. Ko'rasizlar, mana raqibona hujumlar. Hop, bu yerga pas. Chechega o'yinga pas o'ynasa qaytaradi bu yerga. Voh, qanaqa pas. Va. Kaptukka, to'rt istasa Shevchenko, nima qilyapsan? Yotaver. Senga nima u? Futbol emas-ku, oddiy o'yin. Hakka u. Yotaversang hech kim hech bir bermaydi. Yaxshi, Ferdinand yaxshi. Hozir yaxshi o'ynadi. Menimcha yaxshi o'ynadi, to'g'ri. Mana aytdim. O'yin kallada yaxshi. Yana o'zingga yaxshi. Voy, men buni nima gapi, unaqa. Akalar. O'ynata olmayapmiz. Tema duo haqida, lekin Ronaldo bilan Shevchenko gol uryapti. Hop, gapi. Voy, to'xtatishni ham eplolmas ekan duo akalar, bo'lmaydi akalar. Hali ham shu yerda Shevchenko Shmeyxel bor akalar. Bu mana bu yerda qaytar. Duoga pastashingiz qani o'xshadimki? Yo'qol. Yaxshi. Bunaqa pas bo'lmaydi endi. Bo'lmabdi akalar. Qarash, mana 2-1 hisob bo'ldi akalar. O'yin qanaqa bo'ldi bilmadim, lekin menga o'yin yoqdi. O'yin juda ham yoqdi, lekin duoda gol ura olmadik. To'g'ri, lekin men inovatga olib ketasizlar degan umiddaman. Bu yerda duodan udar bo'lgan ekan. Mana ozgina qiyiqmas endi. Birinchi udarlar normal bo'ldi, keyin esa o'sha sekin paslar tashlashga o'tdi duo. Shuning uchun normal o'ynadi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa o'z laykingizni qoldiringlar akalar. Sizlar bilan har doimdagi o'sha Efus Power kanali bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin do'stlar. Katta rahmat akalar.